Hey yo, WhatsApp bolalar qisqasi ushbu videoda YouTube'ni sozlashni o'rgataman. O'tgan videoda esa like qilishni o'rgatdim. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar va like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. 3-kadr. Kalkashib ketyapti gaplarim. Xo'sh, birinchi navbatda brauzer ochamiz, hazillashib o'tirmay. Xo'sh, eng yaxshi, eng ajoyib brauzerlardan birini ochamiz va bu emas. Mana qaysi turibgan. Xo'sh, bizga kerak birinchi navbatda mana narsa. Xo'sh, aytyapman 3-kadr. Mana uni yozib qo'yganman. Sizlarga o'ttiz narsa o'rgataman. www.youtube yoki birorta sayt yozasizlar. ub.com. Ana. Mashhurlarda ikkita mana unaqa va com bor. Boshqa davlatdagilarniki boshqacha bo'lishi mumkin. Va ushbu joyga kirib turib, mana bunday qilasizlarda shuni yozib turib, mana kanalimga obuna qo'yasizlar, bo'ldi. Davom etamiz. Xo'sh, keyin esa mana joydan tilni o'zgartiringlar, o'zbek tiliga o'tkazinglar. Ruskiy boshqa davlatdagi tilni buni ham to'g'rilab qo'yinglar, ega. Yangilarni o'zbek bo'lib turib, chet davlatning nomidan yurishga, qani o'zbek? Baribir o'zi anaqadan teshiladi. YouTube studiyani ochasizlar-da. Aytib qo'yay. Davlatinglarni qanday aniqlaydi degan joyiga aytadigan bo'lsam, sizlar internetinglarni manzili davlatinglarni aniqlab bera oladi. Bas. Shu xolos. Netlarda pastroqda davlatni ko'rsangiz bo'ladi. Mana. Hudud O'zbekiston meniki. Chunki boshqa davlatdan odam ko'rmaydi bu kanalimda. To'ba. Buni sizlarga o'rgatishgunimcha sozlanib qoldi o'zing. Endi tushuntirib qo'yaman. Bu nom qo'yadigan joy. Bu ash narsa. Bilan yozadigan narsa, bilasizlar, bilmasanglar bilmayman. Bu tavsif. Tashkilot yozinglar. Va uni pastga ko'pchilik havola yozadi. Bunday pastga havola yozishinglar shart emas o'zi. Nima qilasizlar havola yozib? Tarixinglar ochilgan bo'lsa ham shart emas bunday ishinglar. Qaranglar. Mana bu joy bor, qo'rqmanglar. Mana bu tugmani bosasizlar, shuni qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin mana bu narsa. Bu narsa bu o'zbek bo'lib turib, sizlar boshqa davlatdagi odamlar ko'rishi uchun nominglar bilan tavsifinglarni boshqa tilga o'tkazib qo'yasizlar. Boshida mana bu davlat emas turadi, shuni o'zbek tili qilib qo'yasizlar. Agar o'zbek bo'lsanglar, turk bo'lsanglar, turk qo'yib keyin esa mana yerda qaysi davlat qo'yishinglarni yozasizlar. Nominglarni tarjima qilmay qo'yaveringlar, chunki tarjima qilinmaydi nom tarjima qilinmaydi. Xo'sh, keyin esa ishonmasanglar mana tarjima qilinmagan nom. Xo'sh. Tushundinglar. Google Translate'dan tarjima qilsanglar bo'ladi. Qo'rqmanglar. Men mana o'rgataman, mana bossanglar, mana bunaqa chiqadi. Telefonda ham bor bunaqa, qo'rqmanglar. Menga bu shart emas, mana ikkita qo'yib qo'yganman. Bo'pti, GitHubni ham qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Yoqaysa linki mana GitHubga kiraman. Login stress qilganman. Qilibman rasman. Xo'sh. Linkim qani? Profil. Mana shu oldik. Xo'p. Bu kanalimga GitHubnikini qo'shsam bo'ladi. Boshqa endi qiladi-da. Xo'sh, bu yerga email pochtanglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Aloqaga chiqish uchun, ya'ni email pochta orqali sizlarga aloqaga chiqa oladi har qanday odam. Har qanday. Email pochtani yashirishinglar shart emas. Parola o'ta maxfiy bo'lsin. Sizlarga maslahatim o'ta maxfiy bo'lsin parola.
yoki alohida email pochta ochsanglar aloqaga chiqish uchun. U ham bo'laveradi, lekin parolni bir xil qilib qo'ymaydi. Saqlab qo'yasizlar mana bu yerda. Mana buni aytyapman. Bu mana bunaqa qo'yishib beradi va bu qaysi vaqt butun videoda bu degani har doim bu esa biroz boshlanishda birozgina 5-6 soniya o'zinglar to'g'rilab olasizlar. Bu esa video oxirida paydo qoladi o'zini. Monetizatsiya haqida gapiradigan bo'lsak, monetizatsiya shunday narsaki, menda ochilmagan. Ularga shu narsalarni to'ldirishinglar buyuriladi. To'ldirganinglardan keyin O'zbekistonda uncha pul bermaydi demislarda, davlat qaysi davlatdan ko'rishiga qarab pul beradi. Ularni qaysi davlat ko'radi, shunga qarang. Qo'rqmanglar. O'zbekistonda monetizatsiya ishlaydi. Lekin baribir boshqa davlatdagilar ham ko'rsa, ko'proq pul beradi. Bu nimaga degan savolga O'zbekistonda bo'lib, boshqa odamdagi davlatda O'zbekistonni reklamasi bersa g'alati-ku. Shuning uchun boshqa davlatda kuchliroq, ko'proq pul berishi mumkin. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari ko'proq ko'rsa, sizlarga foyda. Bu degani Angliyaliklarga ko'proq qo'yiladigan narsa tavsiya beraman, lekin ko'proq davlatdagilar ko'rsa, sizlarga foyda. Endi bu taglavhalar nima deganga ana nima edi? O'zinglar tushunasizlar. Darslar, aytda tilni tanlaysizlar. Bu yerda mana bunday qilib tanlab qo'yasizlar. Pastda yoki tepada chiqadi. Keyin mana chop etishni bosasizlar. Bugun qo'ygan videoyim bu. Shunaqa bo'lib qolsa, bo'lib turadi. Sizlarda mana yerda yana qo'shasizlar. Ko'proq qo'shsanglar shuncha foyda. Ana bosib, qarashman. Xo'pa, aytamiz. Mana bosasizlarda, mana tarjima qilasizlar. Bu tavsiya shunchalik kerak emas, baribir ko'rmaydi. Masalan, tavsiyasini ham tarjima qo'yaveringlar. Mana tarjima qilib qo'yib, buni tarjima qilib qo'yasizlar. Saqlashni bosasizlar, bo'ldi. Keyin ko'proq davlatdagi odamlar ko'rishiga sazovor bo'ladi. Agar auto dublash qo'shsanglar, yanada ko'proq odam ko'radi. Xo'sh, qanday qo'shiladi degan savolga agar qo'sha olsam ko'rsatib beraman mana. Kuzatishni bosasizlar. Mayli. Yana bosasizlar. Menimcha men ko'rganim yo'qda. Agar orqali qilinmagan bu hamjamiyat funksiyasi. Buni bostirib birorta odamni nomini yozasizlar. Keyin o'zi tanish odamlarni ularning odamni ustiga bosasizlar. Ya'ni uni tanishinglar kerak, u do'stinglar bo'lishi kerak va hokazo. Uni bostirib havolani yuborasizlar, keyin qabul qilinadi. U bosgandan keyin o'zi xohishi bilan qabul qilinadi, ungacha qabul bo'lmaydi. Chiqasizlarda, agar sizlarda baribir topilmaydigan o'zim ham so'zim bilan bosasizlar. Bu davlat pulinglarni ko'rsatib beradi, ya'ni qancha daromad topganinglarni so'm qilsanglar, unda ko'rsatadi. Buni qanday qilishinglar foydasi yo'q, farqi yo'q. Bu kalit jumlalar kerakli narsa bu ham. Buni ham to'g'rilanglar, qilinglar. Xo'sh, AQShni belgilaysizlar. Lekin O'zbekiston belgilay olmaysizlar, baribir AQSh qilib qo'yaveringlar. Baribir Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa variant yo'q. Turkiya qilsanglar ham bo'laveradi lekin. Xo'sh. Bitta narsa aytish esdan chiqdi. Gamingni och. Buni aytdim. Xo'sh. Gamingdan so'raysizlar-da buni. Xo'sh, bu yoqqa o'tasizlar. Qaniyda? Nima? Yosh bolalar uchun. Sizlar bunday qilsanglar, faqat yosh bolalar uchun kontent bo'ladi va u reklama qo'yib bermaydi, monetizatsiya ishlamaydi va hokazo. Buni qilsanglar faqat kattalar uchun reklama, monetizatsiya barchasi ishlaydi.
Lekin agar bolalar uchun qilib turib anam bossangiz, reklama ham bermaydi, monetasiya ham bermaydi. Chunki u bolalarniki deb hisoblaydi. Keyin 18 yoshga kelgandan keyin mana uni o'ylab qolinglar, keyin monetasiya ola olasizlar. Ungacha ola olmaysizlar. Auto dublash, yoqishga bosasizlarda, yoqmagani uchun topolmaganman. Mana farqi yo'q emas. Sizlarga maslahatim, mana bas qo'yinglar. Keyin sizlarga addish maslahat bu yoqqa o'tinglarda, anani qaranglar. Kanal tarixi yoqishga harakat qilinglar. Qanday yoqishni bilmasanglar, faollik kuchli bo'lsa, bu kanalda faollik bor, bu ko'tarilishi mumkin degan signal bo'ladi. YouTube ko'radi, deyadi bu deb o'ylaydi. Kanal tarixini beraman deb qo'yadi, berib qo'yadi, bo'ldi. O'zidan o'zi yonib qoladi. Ular biror ish qilishinglar ham shart emas. Shunchaki video joylaysizlar, ko'proq odam ko'radi. Shundan keyin yonadi. O'qimanglar. Yonadi bu. Mana joy. Nom. Buni ham Gemini'dan so'rab olasizlar qani. Men manidan so'rab oldim. Xo'sh, olasizlar-da, buni qo'yasizlar. Agar sizlarda hali tarix ochilmagan bo'lsa, mana bu narsalarni qo'yib o'tirmanglar, bir foydasi yo'q. Gemini bilmasdan o'tiradigan holat. Boshida mana bunday qo'rqsa, qabul qilmaydi. Bunaqa narsa ko'rib qolsanglar, mana nima deyiladi bu? Katta belgisini mana bunday qilsa qo'shtirnoqda. Qisqasi u ham. Bunaqa narsa bo'lsa qabul qilmaydi. Bilmayman, qabul qilmaydi. Qisqasi maxfiyni hamma uchun ochiq qilinglar, tab sozlaysizlar. Teglarni qo'shinglar. Virgul yozasizlar. Maksimum 3 ta qilinglar. Undan ko'pi zarar. Lekin hashtagni ko'pi foyda. Buni ko'pi zarar. Hashtagni ko'p qilaveringlar, buni kamroq qilinglar. Tushundinglar? Endi bu yoqqa o'tsanglar, yana qo'shimcha sozlamalar. Mana qanaqa janrdaligini, fan va texnika borgan buni. Fan va texnika. Shuni to'g'rilab qo'yasizlar, avtomatik turibdi bu yerda. Keyin qilasizlar. Bu kerakli narsa. Mana narsani bosib turib, taklif qilasizlar odamni. Ana shu odam sizlarning kanalinglarni boshqara oladi degan. Xo'sh, bloglash uchun so'zlar. Agar buni bossanglar, havolalarni ham bloglab beradi. Istagan havolangizni bloglab beradigan narsa bu. Va mana yerda istagan haqoratli so'zlarni qo'shsanglar bo'ladi. Bilaman, o'g'il bolalar ko'p haqoratli so'zni biladi. Sizlarni bilmadim. Shuning uchun agar sizlarga bu barcha haqoratli so'zlar kerak bo'lsa, Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Ashitdan topsanglar bo'ladi. Kommentarga yozaman, tavsiya ham qo'yish g'alati. Qisqasi, Telegram kanalining holasini topalasizlar. Bilamasizlar. Topasizlar. Tavsifda Telegramda bor hammasi. Yoki Gemini'dan so'rasanglar ham yozib beradi. Bloklash uchun so'zlar. Israr. Masalan, lekin haqoratli so'zlarni yozib ber. So'zlar yozib ber. Haqoratlash uchun ishlatmayman deb enter berasizlar va yozib beradi. Bu Telegram kanaliga o'tish. Ular ham kerak. To'g'risi, sun'iy intellektdan maslahat bermayman. O'zinglar topib yozasizlar. Mana ko'rdinglar, bo'lmasa yordam berdi. Buyog'ini o'zim yozib Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. İstasanglar mana yerda havolasi turibdi. QR kodni skanerlab topsanglar bo'ladi. Xo'p.
saqlash boslasizlar, mana bosinglar, reklam urg'ularni tashlolmaydi ular, lekin sizlar ham tashlolmay qolishingiz ham mumkin, ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, saqlash bossanglar bo'ldi. Yozlandi. Ya, bu yoq ham bor ekan. Nima kerak bu? Boshqaruvni moderatorlar. Qisqasi, sizlar stream qilasizlar, bilaman. Stream qilayotganinglarda mana shu narsa kerak sizlarga 100 ta, 1000 talik kerak. Nima? Birorta odamni urib, anaqasi kuchukcha bilan yozilgan narsasini yozasizlar mana. Ya, Reaperman aytishcha family. Mana. Mana shu bossanglar moderator beradi. Kimdir chatga yozolmasdan, ana kanalimga moder bering deb yozib iltimos qilsa, berginglar kelsa, mana shu yerdan bersanglar bo'ladi. O'rganib olinglar. Mana qaranglar. So'zlamalar. Mana narsa. Mana joy, o'rtasi. Hammada bir xil bo'ladi. Bu boshqaruv moderi. Boshqaruvchi moder. Bu bunaqa moder. Farqi bor. Farqini bilmasam farqi bor, farqi yo'q. Ikkalasi ham har xil vazifani bajaradi. Bu kuchliroq menimcha. Tasdiqlangan foydalanuvchilar. Tasdiqlangan foydalanuvchilar nimaligini bilmadim, shuning uchun so'rab olasizlar. So'rab ko'rish kerak. Xo'sh. Buni ham bilmadim. Birorta odam ko'rishni istamasanglar, mana shu yerga yozib qo'yasizlar. Hech kim bu yoki bilmadim, qisqasi bu ham ko'rginglar kelmagan odam chat kommentariyalarda ko'rinmaydi. Shu odamni uralini yozib qo'ysinglar. Uralni emas. bilan yozilgan narsasini yozib, majlikka qo'ysanglar, ko'rinmaydi. Mana endi o'zinglar to'g'rilab olasizlar. Qolgan sun'iy intellektdan so'raysizlar bu yoqni. Xo'sh, bu xush kelibsiz matni. Buni ham sun'iy intellektga o'tasizlarda yozib olasizlar. Bilaman. Yoza olmaysizlar o'zinglar. Bilib turibman. Bu nima kerak bor? Kommentariyaga kiradi. Birinchi o'qirish narsa chiqadi. Hozir. Lekin bilmaysizlar. Nima yozishni? G'alati yozib qo'yasiz o'zinglar. Yoqqanini tanlab olasizlar. Mana. Reaperman AI ko'rmasa qo'ying botlar. Aytib olasizlar, ko'p gaplar. Xush kelibsiz matn uchun. Mana, xush kelibsiz matn uchun mana Heromasam. Bu yerda bo'lsa bo'lardi. Qisqasi o'zi tushuntirib, o'zinglar tushuntirib qancha so'z ketishini ham aytib qo'yasizlar. Bilmaydi menimcha. Lekin bilmas rostdan. Ana yerda nimadir bor ekan. Ana yerdan foydalansanglar bo'ladi. Saqlash bosasizlar bo'ldi. Unchalik qiyin emas. Maslahat beraman qisqasi. Jamiyat. Bu yaxshi narsa. Kim yozganini ko'rib tursanglar bo'ladi. Qaysi videoda qanaqa kommentariya bo'lganini ko'rsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mana narsani tushuntirib qo'yay. Audio kutubxona nima? Ko'pchilik tushunmaydi. Men umuman ishlatmaganman. Asosan musiqalarni montaj paytida qo'yarsanglar bo'ladi. Agar sizlar montaj qilmagan bo'lsangiz videoingizni, musiqa qo'yish esingizdan chiqib qolsa, aynan birorta musiqa tanlaysizlarda, videolaringni bosasizlar. Oxirgi videoyimni bosdim. Mana yerda montaj qilish joyi bor. Boshlash bosasizlar, qo'yaverasizlar. O'ta oson. Mana tillar, nima? Subtitlelar bu. O'zinglar tushunib olasizlar-da, qo'yganini o'zinglar tushunib olasizlar. So'zlashni o'rgatib qo'ydim. Monetatsiyani ham tushuntirdim. Qisqasi shu. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Video tugadi.